Bizlar Rossiyadan keltirilgan qurolli bug'doylarni sug'orish tizimini yo'lga qo'yish uchun skvajin qozdiryapmiz. Masofaga ishlayapti. Turbalar kiygan ekskavator bilan qozyapmiz. Go'rivoy mana shu yerda o'z hozirlatdagi mana shu ko'miladi. Mana texnologiya asosida tayyorlab, mana yillar bu yerga paxta ekmoqchi bo'lyapmiz. Mana shu yerda men hozir ko'rsataman. Samarqand viloyat Payariq tumani Al-Buxoriy mahalliy hududida mana shu yerda mana ko'rib turibsiz, Al-Buxoriyning ziyoratgohi mana shu yerlarga to'liq sug'orish tizimini qo'llamoqchi bo'lyapmiz. Mana bug'doylar super elita sortlari ekilgan, to'liq texnologiya asosida Krasnodardan kelingan bug'doylar. Mana bu yerda sug'orish tizimidagi o'sha armatura shlang. Ertaga 2-3 kundan keyin mana shular hammasi tayyorlab zagotovkalar qilingan. Turbalar mana zagotovka qilingan. Ikkita dvijogimiz turibdi. Atvatlar, troyniklar, apreskavator, forsinkalar hammasi tayyor. Bu yerda ham traktor ham tayyor turibdi hamma narsaga. Mana bugun aprelda 25-kuni. Mana ko'ryapmiz. Bug'doyni ko'rsataman. Super elita bug'doylar. Mana ko'ryapsiz, mana navlarini. Mana ko'ryapsiz. Hammasi 12-13 etaj. 12-13 etaj. O'rtacha hosildorlik 100 sentr chiqadi. Bu yerga 50 ga yaqin navlar ekilgan. Mana shu tevarak atroflarga hammasiga Jomboyga ketayotgan yangi trassa Samarqand shahriga ketadi. Bu Al-Buxoriyning mana mahalliy mana masjidlari, mahalliy mana shunday ishlar olib borilyapti. Qishloq xo'jaligida faqat texnologiya asosida ilm bilan yondashgan insonlar yuqori hosil olishi mumkin. Ayrim fermerlar ko'raman, palaparchilik bo'lganday ekadi. Unda hosil bo'lmaydi.